Majburiyatdan kun ko'rish uchun o'qituvchi bo'lganlar joylaring bo'shatib qo'yinglar. Istasa izohlarda bo'ralarni so'ksin. Menga ahamiyatsiz. Menga millatimizni va xalqimizni farzandlarini kelajagi muhimroq. Ana ikkita ko'z yosh qilgan soxta o'qituvchidan ko'ra. Afsuski bunaqa o'qituvchilar juda ko'p. Har deyarli kunora chiqyapti. Bog'cha opa urdi, maktab o'qituvchisi urib burnini qonatdi. Maktablarda, bog'chalarda ustozlikka loyiq bo'lgan, munosib bo'lgan ota-onasidan ham ko'ra ko'proq ilmga muhabbat uyg'otadigan insonlarni ishga olish kerak. Shunchaki diplomi bori kifoya emas. Yo'q, bo'lmaydi unaqa. Shunchaki ilmi bori kifoya emas yoki diplomi bori olim bo'lsa ham kifoya emas. Yo'q, bolaga mehr va muhabbat. Malayziyaga borganimda bir maktab direktor bilan gaplashganimizda shu aytgan. Bizning maktabimizda degan bitta shior yozilgan degan. Bolalarni sevmaydiganlarni bu maktabda o'rni yo'q. Haqqi yo'q. Bolalarni sevmaydiganlarni bu maktabda o'rni yo'q.